Assalomu alaykum do'stlar. Hammaga xayrli kun. Bugun qizamiq kasalligi haqida biroz ma'lumot bermoqchiman. Sababi kasallik bolalarimiz o'rtasida keng tarqalgan. Buni fasli bo'lmay qoldi hozir. Masalan, yozda ham kuzatilishi mumkin bu kasallik. Qishda albatta ko'p kuzatiladi. Shuning uchun ma'lumot o'rnida ko'rasizlar. Xo'p, kasallik havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Bolalarimiz bir-biri bilan gaplashganda, suhbatlashganda, yo'talganda, aksirganda kasal boladan sog'lom bolaga o'tadi kasallik. Bitta bola 15 tagacha, bitta bemor bola 15 tagacha sog'lom bolani zararlashi mumkin ekan. O'zi bilan birgalikda. Xo'p. Kasallikga yashirin davri bor, ya'ni inkubatsion davri bor, kataral davri bor, toshma toshish davri bor, tuzalish davri bor. Eng xavflisi mana bu yashirin davri hisoblanadi. Nimaga desa, chunki kasal bola sog'lom bolaga o'zi bilmagan holatda kasallik yuqtirib yuradi. 7-14 kun davom etadi. Hech qanaqa klinik belgilar kuzatilmaydi bunda. Keyingi davr kataral davr. Endi bu kataral davri virus ichkariga kirdi, kasal boladan sog'lom bolaga kirdi ichkariga va endi 7-14 kun yashadida endi kuchi yo'qolib turib, endi o'zini ko'rsatish boshlaydi. Birinchi isitma chiqadi, 39-40 gradus. Xo'p, burun bitadi, bola yo'taladi, ko'zi qizaradi. Mana bu og'izda toshmalar paydo bo'ladi. Oq dog'lar, filativ ko'plik oq dog'lari, mayda-mayda toshma paydo bo'ladi. Bu kataral davri hisoblanadi. Holsizlik ham kuzatiladi. Endi toshma toshish davri keladi. Toshma toshish davri endi bunda birinchi yuzdan boshlanadi toshmalar. Yuzdan boshlab butun badan bo'ylab toshma toshib ketadi. Bolada holsizlik, charchoq, isitma chiqib turadi ba'zan. Toshmalar yaqqol namoyon bo'ladi. Xo'p, bu davr endi 4-5 kun davom etadi. Endi keyingi davr esa o'sha tuzalish davri. Tuzalish davrida bunda pigmentatsiya qolib ketadi. O'sha toshmalarni o'rnida qora-qora izlar qoladi va hali bemor o'zini holsiz his qila boshlaydi. His qiladi, asta-asta ovqatlanishga kira boshlaydi. Mana shu davrlari bor qizamig'i, shu davrlarni bilib olishimiz kerak. Nimaligini bilishimiz uchun. Endi qizamiq nimasi bilan xavfli desa, o'zini asorati bilan xavfli qizamiq. Ya'ni quloq yallig'lanishi, otit, o'pka yallig'lanishi, pnevmoniya keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari ensefalit, ya'ni bosh miya yallig'lanishi, pardalarining yallig'lanishi kabi xavfli kasalliklarni asoratlarini beradi. Xo'p. Shuning uchun bolalarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Qanday qilib buni oldini olsa bo'ladi? Albatta KPK degan vaksina bor. Qizamiq, parotit, qizilcha. Bolalarimiz 1 yoshda va 6 yoshda qilinadigan vaksina. Shu vaksina orqali qizamiqni oldini olsak bo'ladi. Xo'p, bolalarimiz salomat bo'lishsin, ehtiyot qilamiz. Sog'lom bolalar bizning kelajagimiz. Xayr, salomat bo'linglar.